Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Musofirdagi yurtdoshlar diqqatiga. Registratsiya, трудовой договор, продление документа, рассрочка va INN hujjatlarini qilish kerak bo'lsa, unda aynan bizning 6 yillik tajribaga ega o'z vatandoshlari uchun eng halol va ishonchli xizmatlar endi aynan siz uchun. Yuqoridagi xizmatlar sizga kerak bo'lsa, hoziroq bizning quyidagi raqamlarimizga qo'ng'iroq qiling. Rossiya fuqaroligini olgan muhojirlar Mudofaa vazirligi bilan shartnoma imzolashga majburlanmoqda. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisatsiya tugmalaridan bosib qo'ying. Rossiya fuqaroligini olgan muhojirlar Mudofaa vazirligi bilan shartnoma imzolashga majburlayotganidan shikoyat qilmoqda. Erkaklar bozorlar, qurilish maydonchalari, omborlar va oziq-ovqat xizmatlarida ko'rsatish shoxobchalaridan o'tkazilgan reydlar chog'ida qo'lga olinadi. So'ngra voyenkomatlarda bosim o'tkaziladi, deb yozadi Siberreal. Huquqshunoslarning fikricha, bahorgi chaqiruv kampaniyasi boshlanishi bilan reydlar ommaviy va qonunbuzarliklar soni bo'yicha misli ko'rilmagan tus olgan. Yaqinda fuqarolikni olganlar yoki yashash uchun ruxsatnoma bor muhojirlarga muvaffaqiyatli bosim holatlarining aksariyatlaridan bexabar qolamiz. Odamlar aloqadan mahrum bo'lib, keyin elektr suv bilan qiynoqlar, uxlatmaslik, ochlik kabi usullar bilan qo'llaniladi. Ko'pchilik albatta rozi bo'ladi. Shuning uchun eng to'g'ri maslahat Rossiyada ro'yxatdan o'tish to'g'risidagi qog'oz olish va darhol mamlakatni tark etishdir, deb yozadi huquq himoyachisi Aleksandr. Ko'ndirish usullari urushga bormaslikka qaror qilganlar uchun ham topiladi. O'zbekistonlik Umidning yaqinlari jurnalistlarga bu odam iqtisodiyot fakultetini muvaffaqiyatli tamomlaganiga va armiyaga borish niyati yo'qligini aytadi. 2024-yilning kuzida u reydlardan birida ushlangan. U opasiga telefon qila olgan va faqat ro'yxatga qo'yishi, urushga borishni istamasligini ma'lum qilgan. Opasi shartnomani imzolamaslik va uyga qaytishini buyurgan. Biroq Umid 2 haftadan keyin DNRdan aloqaga chiqqan. Urushga jalb qilish uchun faqat jismoniy bosim emas, balki psixologik bosim ham qo'llaniladi. Eng ko'p tarqalgan tahdid bu Rossiya fuqaroligidan mahrum qilish. Mutaxassislarning fikriga ko'ra, buni qilish juda oson, chunki qonunda buning yo'llari ko'p. Masalan, fuqaroning ijtimoiy tarmoqlardagi armiya haqidagi fake xabar tarqatgani yoki ekstremizmni qo'llab-quvvatlash belgilari paydo bo'lishi mumkin. Rossiya fuqaroligi yashash uchun ruxsatnomaga qaraganda 6,5 barobar ko'proq bekor qilinadi. Ko'pincha oldingi bosqichlarda hujjatlarni tayyorlashdagi holatlar yoki haqiqiy muammolar ularni bekor qilish uchun qo'llaniladi. Ko'pincha xavfsizlik kuchlari RVP vaqtinchalik yashash uchun ruxsatnomada yashash joyida soxta ro'yxatga olinishi fosh bo'ladi. Ikkinchi o'rinda so'nggi 3 yil ichida 2 yoki undan ortiq ma'muriy bayonnomalar mavjud bo'lsa, ilgari bajarilmagan kirish taqiqlari turadi, deydi huquq himoyachisi Valentina. Tergov qo'mitasi vazirlikning o'tgan hafta o'tkazilgan reydlar samaradorligi haqida ma'lumot berdi. Uning ma'lumotlariga ko'ra, Rossiya pasportiga ega bo'lgan muhojirlardan bemalol katta diviziya tuzilishi mumkin. Biz bu 80 ming nafar Rossiya fuqarolarini oldingi safga borishini istamaydigan, hatto harbiy xizmatga borishni ham istamaydigan fuqarolarni qo'lga oldik. 80 ming nafarni harbiy ro'yxatga oldik va negadir O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'izistonda yashashni yoqtirmaydigan 20 ming nafar yosh Rossiya fuqarolarini jangning oldingi safarida turibdi, dedi Tergov qo'mitasi raisi Aleksandr Bastrikin. Avvalroq Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukrainada Rossiyadan farqli o'laroq odamlarni ko'chada ushlab urushga jo'natilayotganini bir necha bor ta'kidlagan edi. O'zbekiston Airways Sankt-Peterburgga reyslar sonini oshiradi. 15-iyundan boshlab har yakshanba kuni Rossiyaning shimoliy poytaxtiga qo'shimcha parvozlar amalga oshiriladi. Reyslar jadvali: Toshkentdan jo'nab ketish 18:40, Sankt-Peterburgga yetib borish 21:50, Sankt-Peterburgdan jo'nab ketish 23:20, Toshkentga yetib kelish ertalabki vaqt 06:10. Xanti-Mansiyskda o'zbekistonliklarni ishga jalb qilishga talab ortmoqda. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'ying. Bu haqda O'zbekiston Bosh konsulxonasi Xanti-Mansiysk avtonom okrugi Mehnat va bandlik departamenti direktori o'rinbosari Aleksey Mokrinskiyning onlayn muloqotida ma'lum bo'ldi.
Mokrenskiyning aytishiga ko'ra, Xanты-Mansiyskning yirik neft va gaz korxonalari va boshqa sohalarda jami 20 mingdan ziyod bo'sh ish o'rinlari mavjud. Bugungi kunda ushbu hududda O'zbekiston fuqarolari patent rasmiylashtirgan holda ishlamoqda. Ish beruvchilar orasida o'zbekistonliklarni ishga jalb qilish bo'yicha talab tobora ortib bormoqda. Rossiyada migrantlar uchun kuryerlik faoliyatini majburiy litsenziyalashni joriy etish taklif qilindi. Tashabbus muallifi Adolatli Rossiya yetakchisi Sergey Mironov. Bu bizga Markaziy Osiyoning ayrim mamlakatlari fuqarolari orasida, ayniqsa mashhur bo'lgan eng yopiq hududlardan birida tartib o'rnatish imkonini beradi, dedi deputat RIA Novosti agentligiga. Moskva va Moskva viloyatida registratsiya mobil ilova orqali amalga oshiriladi. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisatsiya tugmalaridan bosib qo'ying. 2025-yil 1-sentyabrdan boshlab Rossiyaga vizasiz tartibda kirib kelish huquqiga ega bo'lgan xorijiy davlat fuqarolarini ro'yxatga olish mobil ilova orqali amalga oshiriladi. Unda migrantlar o'z biometrik ma'lumotlari, fotosurat va hamda haqiqiy yashash manzilini ko'rsatishi kerak bo'ladi. Xorijliklarning mobil qurilmalari geolokasiyasi monitoring qilinadi. Turar joy o'zgarganda Ichki ishlar boshqarmasini 3 ish kun ichida mobil ilova orqali xabardor qilish kerak bo'ladi. Ichki ishlar boshqarmasi turar joy haqidagi ma'lumotlarni 3 ish kuni davomida olmasa, mobil qurilma geolokasiyasi aniqlanmasa, xorijliklar nazorat ostidagi shaxslar reyestriga kiritiladi va Rossiyadan chiqarib yuborilishi mumkin. Mobil ilova orqali ro'yxatdan o'tganda odatiy qog'oz registratsiya kerak bo'lmaydi. Agar yangi tartib Moskvada samarali natija bersa, boshqa hududlarda ham qo'llanila boshlaydi. 2024-yilda migrantlar uchun rus tilini bilish haqidagi 9 mingdan ortiq sertifikat bekor qilindi. Bu haqda Rosobnadzor rahbari Anzor Muzayev Sankt-Peterburg xalqaro yuridik forumi sessiyasida ma'lum qildi. Bundan tashqari, qonunchilikka kiritilgan o'zgartirishlardan so'ng bunday huquqbuzarliklar soni 3 barobar kamaydi. Ichki ishlar vazirligi tomonidan aniqlangan huquqbuzarliklar soni qariyb 3 barobarga kamaydi. Gap bekor qilingan guvohnomalar haqida bormoqda va asosan bularning barchasi o'zgartirishlar kiritilgunga qadar amalda bo'lgan eski berilgan hujjatlar, degan u. Muzayevning eslatishicha, hozirda Rossiya Federatsiyasida 203 ta huquqiy imtihon o'tkaziladigan joylar mavjud. Bularning barchasi federal muassasalar yoki sho'ba korxonalar. Ular davlat tuzilmalari, ularning tijorat tuzilmalariga hech qanday aloqasi yo'q, deya aniqlik kiritgan u. 2024-yil noyabr oyida Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin chet el fuqarolari uchun rus tilidan imtihonlarni 3-shaxslar tomonidan tashkil etish va o'tkazishni taqiqlovchi qonun imzoladi. Rus tilini bilish, Rossiya tarixi va Rossiya qonunchiligi asoslarini bilish sertifikati faqat hukumat tomonidan imtihon o'tkaziladigan muassasalar ro'yxatiga kiritilgan davlat muassasalari tomonidan berilishi mumkin. Eslatib o'tamiz, Rossiya Federatsiyasida rus tilini bilmaydigan migrantlarning farzandlarini maktablarga qabul qilishni taqiqlovchi qonun mavjud. Migrantlarning bolalarini boshlang'ich, umumiy, asosiy, umumiy, o'rta va umumiy ta'lim dasturlariga o'qishga qabul qilish faqat rus tilini bilish bo'yicha test sinovlardan muvaffaqiyatli o'tgan taqdirdagina mumkin. Krasnoyarskda Glinka ko'chasidagi qurilish maydonchasida Xitoy va O'zbekiston fuqarolari orasida mushtlashuv kelib chiqdi. Politsiya vaziyat haqida ijtimoiy tarmoqlardan xabar topgan. To'qnashuvda 10 dan ortiq kishi qatnashgan. Ma'lum qilinishicha, janjallashganlar Xitoyning qurilish maydonchasida ishlaydi. Natijada 4 kishi kasalxonaga murojaat qilgan. Ularning jarohatlari haqida ma'lumot berilmagan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, mojaroga maishiy janjal sabab bo'lgan. Qo'shimcha tekshiruvlar davomida hodisaning 25 nafar faol ishtirokchisi politsiya bo'limiga olib ketilgan. Mazkur holat yuzasidan badanga yengil shikast yetkazish moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda huquq-tartibot idoralari xodimlari voqea holatlarini oydinlashtirishga yordam beradigan surishtiruv ishlarini olib bormoqda. Sankt-Peterburgdagi sport klublarida reyd o'tkazildi. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisatsiya tugmalaridan bosib qo'ying. Ikkita yakka kurash sport klubida o'tkazilgan reydda 50 kishining hujjati tekshirilgan. Shulardan 20 nafari xorijlik, jumladan afrikalik 2 talaba bo'lgan. Ularning Rossiyada qonuniy yurgani va jinoyatlarga aloqadorligi tekshirilgan. 5 nafar xorijlik Sankt-Peterburgda noqonuniy yurgani aniqlangan.
Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarga ko'ra, Pirmor o'lkasidagi qurilish maydonchasida Shimoliy koreyaliklar va o'zbekistonliklar o'rtasida mojaro kelib chiqqan. Arsenevdagi tog' kurorti qurilish maydonchasidagi migrantlar o'zaro rezinka tayoq va armaturalar bilan janjallashgan. Amur nashrining xabariga ko'ra, janjal tushunmovchilik tufayli kelib chiqqan. Mushtlashuvdan so'ng ishlar yana o'z ishlariga qaytishgan.